Toshkent viloyatlarining birida dahshatli fojia ro'y berdi. Toshkent viloyatining O'rta-Chirchiq tumanida 3 nafar fuqaro is gazdan zaharlanib vafot etdi. Bu haqida Millar xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, hodisa oqibatida 3 kishi vafot etgan. Ulardan biri 14 yoshli bola bo'lgan. Xonadondan yordam so'rab dodvoy solinganda marhumalarning qo'shnilari borgan. Ularning aytishicha, zudlik bilan tez yordamga qo'ng'iroq qilingan. Qayd etilishicha, vafot etgan fuqarolar ushbu uyga atigi 3 kun oldin ko'chib kelgan. Holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Navoiy viloyatining Karmana tumanida 30 yoshli erkak va uning 4 yoshli o'g'li is gazdan zaharlanib vafot etgandi. Ogoh bo'ling, yana bir dahshatli xabar tarqaldi. 11-sinf o'quvchisi 5 yoshli qizchani urib qochdi. Samarqand viloyatining Urgut tumanida 5 yoshli qizchani urib, voqea joyidan qochgan haydovchi topildi. Bu haqida Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, 22 mart kuni soat 11:55 atrofida Samarqand viloyati Urgut tumani Charchinor mahalla hududidan o'tuvchi ichki yo'lda yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Gentra rusumli avtomobil haydovchisi tezlikni belgilangan me'yordan oshirib, yo'lni kesib o'tayotgan 5 yoshli qizchani urib yuborgan. Shundan so'ng haydovchi voqea joyidan qochib ketib yashiringan. Jabrlangan qizcha zudlik bilan Urgut tuman tibbiyot birlashmasiga yetkazilib, shifokorlar tomonidan zarur tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozirda uning ahvoli qoniqarli ekanligi aytilmoqda. Holat yuzasidan Urgut tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida haydovchi hamda transport vositasi topilib, avtomobil vaqtincha saqlash jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Aniqlanishicha, avtomobilni boshqargan shaxs Urgut tumanidagi umumta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisi bo'lgan. U ota-onasining ruxsatsiz avtomashinani haydab chiqqanligi ma'lum bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Urgut tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari boshlangan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida voyaga yetmagan o'g'illarning yuqori tezlikda mashina haydashiga yo'l qo'ygan ota 5 sutkaga qamalgani haqida xabar berilganda so'mga pasaydi va 12.158,13 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 55.28 so'mga oshdi va 14.166,65 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 0.22 so'mga tushdi va 153.98 so'mni tashkil etdi. Xitoy yuani 3.14 so'mga ko'tarildi va 1769.05 so'm etib belgilandi. Oltinning 1 gramm uchun narxi esa 4700 so'mga tushdi va 2.074.000 so'mni tashkil qildi. Trading Wave ma'lumotlariga ko'ra, 10-mart Toshkent vaqti bilan soat 16:00 holatida Bitcoin kursi 724.663 so'mga oshgan va 860.373.028 so'm etib belgilangan. Muhim ma'lumot. Eron oliy rahbarini tanlash bo'yicha bir qarorga kelindi. Eronda mamlakat oliy rahbarini saylash bo'yicha yakdillikka erishildi. Bu haqida 8-mart kuni ekspertlar kengashi a'zosi Muhammad Mehdi Mirboqiyri televideniya orqali qilgan chiqishida ma'lum qildi. Ekspertlar kengashining muhtaram a'zolari shu kunlarda oliy rahbar nomzodini belgilash uchun bor kuch-g'ayratlarni sarfladilar va bu ishda muvaffaqiyatsizlikka uchramadilar. Ko'pchilikning fikrini ifoda etuvchi qat'iy va yakdil to'xtamga kelindi, deydi u. Shunga qaramay, Mirboqiyri hali ham qilinishi kerak bo'lgan ayrim to'siqlar mavjudligini qayd etgan. Bundan oldin ekspertlar kengashi a'zosi Ahmed Xatami Eronda mamlakat oliy rahbari bo'lishi mumkin bo'lgan nomzodlar aniqlanib olingani va Ali Xamaniyning vorisini yakuniy saylashga yaqin ekanliklarini bildirgan. O'zbek san'ati yana bir og'ir judolikka uchradi. 24-mart kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oysha Jo'rayeva 79 yoshida vafot etdi. Bu haqida uning nevarasi Qalampir.uzga xabar berdi. Taniqli o'zbek aktrisasi 1947-yilning 24-mart kunida Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida dunyoga kelgan. Aktrisa sifatida Oysha Jo'rayeva ijrosida yaratilgan obrazlar tabiiyligi
bilan ajralib turadi. Shu orqali u tomoshabinlar qalbidan joy olishga muvaffaq bo'lgan. U o'z faoliyati davomida Meros, Jumboq, Toliqqan ko'ngillar, Armonli dunyo, Burch, Jasur, Nargiz sohilda qolgan bolalik, Suv yoqalab, Maysaraning ishi, Qabrdagi xazina va boshqa filmlarda rol ijro etgan va xalqqa tanilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Ortiqboy Abdullayev vafot etgandi. Marhumaning oila a'zolari, yaqinlari va shogirdlariga chuqur hamdardlik izhor etamiz. Ogoh bo'ling, yana bir dahshatli xabar tarqaldi. Turkiyada yana bir o'zbekistonlik ayol o'ldirilganligi aytilmoqda. Turkiyaning Istanbul viloyati Moltepa tumanida 2019-yilda tug'ilgan, yo'qolgan deb qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ayol eri tomonidan o'ldirilgan deb gumon qilinmoqda. Ma'lum qilinishicha, 2019-yilda opasi Sevara Zohidova tomonidan qidiruvga berilgan 36 yoshli marhuma Hurriyat Tursunboyeva eri Ersin Y 37 yosh tomonidan o'ldirilib chiqindiga tashlangan. Aniqlanishicha, Ersin uning jasadini bir oy davomida yashirgach, bo'laklarga bo'lib, chiqindi konteyneriga tashlagan. Holat yuzasidan Ersin Y va voqeadan keyin unga yordam bergan do'sti Anil Y qo'lga olingan. Istanbul politsiya boshlig'i topshirig'i bilan eski yo'qolganlik ishlari qayta ko'rib chiqilishi boshlangan. Shu doirada 2019-yilda O'zbekiston fuqarosi Sevara Zohidova tomonidan singlisi Hurriyat Tursunboyeva bilan bog'liq Anadolu bosh prokuraturasiga berilgan ariza qayta tekshirilgan. Shoshilinch xabar, barcha shofyorlarimiz uchun muhim bo'lgan ma'lumot e'lon qilindi. Bugun metan zapravkalar soat nechidan ochiladi? Bugun, ya'ni 17-mart kuni metan zapravkalar soat 10 dan faoliyat yuritadi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Vazirlik bergan xabarda zapravkalar faoliyatiga cheklov qo'yilmagan. Ammo Farg'ona vodiysida metan zapravkalarning ish vaqti hokimlar bilan kelishilgan holatda gaz bosimidan kelib chiqib amalga oshirilishi aytilgan. O'zbekistonda va xorijda ro'y berayotgan barchamiz uchun muhim bo'lgan mavzudagi videoroliklarni kuzatib borishni xohlasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Barcha uchun kerakli va muhim bo'lgan mavzudagi videoroliklarni tayyorlab taqdim etib borishda davom etamiz. Ogoh bo'ling, yana bir dahshatli xabar tarqaldi. Turkiyada yana bir o'zbekistonlik ayol o'ldirilganligi aytilmoqda. Turkiyaning Istanbul viloyati Moltepa tumanida 2019-yilda tug'ilgan, yo'qolgan deb qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ayol eri tomonidan o'ldirilgan deb gumon qilinmoqda. Ma'lum qilinishicha, 2019-yilda opasi Sevara Zohidova tomonidan qidiruvga berilgan 36 yoshli marhuma Hurriyat Tursunboyeva eri Ersin Y 37 yosh tomonidan o'ldirilib chiqindiga tashlangan. Aniqlanishicha, Ersin uning jasadini bir oy davomida yashirgach, bo'laklarga bo'lib, chiqindi konteyneriga tashlagan. Holat yuzasidan Ersin Y va voqeadan keyin unga yordam bergan do'sti Anil Y qo'lga olingan. Istanbul politsiya boshlig'i topshirig'i bilan eski yo'qolganlik ishlari qayta ko'rib chiqilishi boshlangan. Shu doirada 2019-yilda O'zbekiston fuqarosi Sevara Zohidova tomonidan singlisi Hurriyat Tursunboyeva bilan bog'liq Anadolu bosh prokuraturasiga berilgan ariza qayta tekshirilgan. Dollar haqida shoshilinch va muhim ma'lumot e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 11-mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 33,12 so'mga pasaydi va 12.158,13 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 55,28 so'mga oshdi va 14.166,65 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 0,22 so'mga tushdi va 153,98 so'mni tashkil etdi. Xitoy yuani 3,14 so'mga ko'tarildi va 1769,05 so'm etib belgilandi. Oltinning 1 gramm uchun narxi esa 4700 so'mga tushdi va 2,74 so'mni tashkil qildi. Trading Wave ma'lumotlariga ko'ra 10-mart Toshkent vaqti bilan soat 16:00 holatida Bitcoin kursi 724.663 so'mga oshgan va
860 million 373 ming 28 so'm etib belgilangan.